Hozir ko'rib turibdi hamma kim gapini isbotlolmayapti, kim gapini isbotlayapti. Bu yerda Galaboylar bilan bitta safdasiz. Siz Galaboylar bilan bitta safdasiz hozir menga qilgan tuhmatingizda. O'sha olim odam dunyo ulamolarining ichida yarimta ham e'tibori yo'q odam. Qanaqa dunyo ulamolari, yig'ishtiring dunyo ulamolari esa. Sizga ergashaylikmi bo'shalib ketgan sigirga? Kimligingiz noma'lum. Alloh rozi bo'lgan islomga da'vat qiluvchilarga ergashing. Demokratlar rozi bo'lgan islomga emas. Uni kimga ergashayotganimizni biz isbotlab qo'ydik. Nimaga u attashishdan anaqa kelmadi Mahmud? Biz kimga ergashayotganimizni isbotlab qo'yganmiz. Siz men bilan gaplashyapsiz, Mahmud chiqishtirmang bu yerga. Siz kimsiz? Sizni bilmaymizki. Men sizga muxolif muslimman. Siz gapingizga ishonmaymiz. Tabayyun qil degan Alloh taolo hali aytdingiz-ku. Siz o'sha oyatga ko'ra tabayyun qilyapmiz. Sizni bilmaymiz hozir. Inja'akum fasiqun binaba'in fattabayyanu. Tabayyun qilamiz hozir. Men naba kelmadim. Men binaba kelmadim. Men binaba kelyapsiz. Hozir bizga xabar beryapsiz ba'zi narsalarni. Ulamolarning jamoasi bor o'zida. Ulamolar ketaverami? Ilmdan gapirgan odam ulamodir, bilib qo'ying. Hozir demak siz bu yerda bir tiyinga qimmat odamsiz ya'ni. Hech kimsiz. Na ilmdan gapiryapsiz, na ilmni qabul qilmayapsiz. Ishtami? Demokratlar rozi bo'lgan islomga emas, Alloh rozi bo'lgan islomga iymon keltirganlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Musulmonman desa bo'ldi biz uchun. Xo'p. Abror aka, siz o'zingizni bir efiringizda, YouTube'dagi efiringizda adashmasam, Mahmud aka o'zida mehmon qilib chaqirgan shayx haqida, falastinlik shayx haqida, Isom Umayra haqida ba'ziga noxolis bo'lgan gaplaringizni aytib o'tibsiz. Noxolislikni qatdan bildingiz? Vahiy keldimi sizga? Vahiy payg'ambarlarga keladi-yu, payg'ambarman demadim shekilli-ku men hali. Ixlosga qatdan javob beryapsiz? Ixlosdan qalb amali-yu. Xo'p, hozirgi ayolni savolida bir nimani aytib ketdingiz. Tabayyanu deb turib, bir kishi xabar keltirsa, uni aniqlab olinglar deb aytadi Alloh taolo deydi. Endi menga qiziq bo'ldi-da bu ustaligi. Bir paytlar o'zini ahli ayollar haqida ham tuhmat qilib, bali bo'xton aytib yuradigan odam katta shayx haqida gapirganda fosiqda u odam, ya'ni. Siz qayerdan olib gapiryapsiz bu gaplarni? Alloh taoloning oyati borami misol? O'zingizdan aytib o'tdingiz buni. Eslatib o'taymi yoki? Yo'q, bilamiz, oyatni bilamiz. Hozir haligi 6-oyat-a, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Alloh taolo aytgandek, biz nadiminlardan bo'lib qolmasligimiz uchun sizdan bu siz aytgan gaplarni qanday oldingiz buni? Siz qaydan gapirdingiz bu gaplarni? Bayon qilmoqchiman-da, prosta men shunchaki. Chunki siz bir paytlar o'zingiz ahli ayollar haqida ham yaxshi gaplar gapirmayapsizdan yuradigan odam edingiz-da. Shu gaplaringiz menga bir haligi nima qilib bersiz? Bayon qilib bersiz. Chunki din sizniki emas, din Allohniki. Siz gapirgan narsa din bo'lib qolavermaydi. Alloh so'ziga ko'ra biz bayon qilib olsak, haqqimiz bor buni. Alloh buyurgan bizga. Bo'ldimi? Da'vat qilasizmi, savol berasizmi? Savolim tushuntirdim men, da'vat qilmadim. Alloh so'ziga. Xo'p, o'sha ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu oyatiga ko'ra, men ayollarim haqida aytgan gapimni mendan so'rashingiz kerak edi birinchidan. Yo'q, masala u emas. So'rashingiz kerak edi-da, o'sha oyatga sizdan amal qilishingiz kerakmi yo siz haligi bo'shalib ketgan sigirga o'xshab xohlagan joyi payhon qilaverasizmi? Siz to'xtang.
savol to'xtab tushunmadim. turibman, yurmayapman. Men tushunib turibman, sizga aytaman, keyin tabayyun qattan olganim u islom amiri degan odam kimligi, uni o'zini sahifasida turganligi, uni tarjima qilib ana u Shvetsiyada siz yomon ko'rgan demokratlarni yuvindisini ichib yurgan hizbiylar tarjima qilib qo'yganligini men uni keltirib beraman. Aytgan gapimni o'zimdan so'rasangiz keltirib beraman. Men ayollarim haqida har xil gapni gapirganligini montaj qilib tarqatib yurgan Galoboylarni gapini eshitib olib, ana bu Mahmud Atlas Ishtonni gapini eshitib olib gapiryapsiz. Mendan so'rangchi, men qayerda gapiribman bu? Yolg'on bu gaplar. Audio zapda gapirgansiz, muttahamlik qilmang. Hali muttahamlik qilib hammadan qochib ketaman deb o'ylamaysiz. Siz odamlarni aqlsiz hayvon deb bilasizmi? Yo, siz bor gap so'rayapsiz-da, men sizga aytyapman. Audio zapis shariatda dalil bo'ladimi? Shariatda ko'ra siz gapirgan gaplaringizga hozir bayon keltiring. Men shu oyatga amal qilyapman. Amal qilayotganim uchun men sizga bayon qildim. Yo, shariatda sizga dalillar bering demadim. Audio zapis shariatda dalil bo'ladimi? Shariatga amal qilasizmi? Sizni oldin musulmon emasligingizni aniqlashtirib olaylik. Shariatga amal qilasizmi? Savolga javob berasizmi, yo'qmi? Savolga javob bergan o'tiribman. Savol bermang, unda javob bering. Javob berishdan oldin sizni nimani qabul qilishingizni aniqlashtirib olishimiz kerak. O'sha oyatga amal qilasizmi? Javob sizga shu. Zapsga ko'ra menga tuhmat qilyapsiz. Galoboylarning gapini gapiryapsiz. Menga shu kungacha galoboylar, ateistlar, Mahmudga o'xshagan odamlar tuhmat qildi. Kelib, o'sha audio zapis bo'yicha o'zimdan so'ragan, bilgan odamlar uzr so'rab qilmang. Siz Moshayx haqida gapirdingizmi? Tan olasizmi? Qo'ya videosini. Yo, gapirganimni aytyapman. U odamni ahli ilm emasligi, Falastinda hizbiylarga aloqador odamligi, ilmiy asoslarga, ulamolar o'rtasida ilmiy asosga mutlaqo ega emasligi, birorta ahli ilm uni ahli ilm sifatida qabul qilmasligini gapirdim. Gapimda turibman buni. Buni men inkor qilayotganim yo'q. Qayerdan oldim? O'zidan oldim. O'zini avtobiografiyasini yozib qo'yibdi Facebook sahifasida. Arabchasini, keyin o'zbekchaga tarjima qildi. U Shvetsiyada qattiq o'tirgan hizbiylarni o'sha O'zbekistondagi rasmiy vakili. Men bundan oldim, ya'ni ulamo emas u odam. Ulamo emas, ulamolar tomonidan e'tirof qilingan qaysidir ahli ilmlar tomonidan tazkiya olgan odam emas. Bunga javob beraman. Endi siz menga ayting, qaysi ayolimni shariatga ko'ra men tuhmat qildim? Ya'ni o'sha zapis tarqatilgan montaj zapislar dalilga o'tadimi? Bu gapga siz ham javob berishingiz kerakmi, yo'qmi? Tuhmat qilib ketaverasizmi? Sizga tuhmat bo'lgan yo'q, muttahamlik qilmang bu yerda. Savolga javob bering avval. Siz ham muttahamlik bilan o'tib ketaman deb o'ylaysiz. Yo'q, muttahamlik bilan siz muttahamlik qilyapsiz. Men sizga haqorat qilayotganim yo'q. Aytayotgan gapingiz tuhmat, zapis, montaj, uni tarqatganlar galoboylar. Yo, galoboymisiz? Men Allohning oyatiga ko'ra bir fosiq xabar keltirsa, bayon qilib oladigan odamman. Mana bayon qila olmayapsiz-ku. Zapisga ko'ra meni xotiniga tuhmat qilgan deyapsiz. Qayerda tuhmat qildim men? U zapisdagi narsani avvali bor, oxiri bor. Uni 1 yillik hayoti bor, uni tepasida turib guvohlar bor, meni qo'limda bir qancha narsalar bor. U narsalarni sizga o'xshagan odamlar tarqatsa, hamma ishonib ketaversa, qana oyatga amal qilayotganingiz? Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu oyati sizga ham tegishli. Nimaga tabayyun qilmayapsiz? Nimaga kelmayapsiz menga dalil ko'rsat demayapsiz? Men bilan birinchi gaplashyapsiz-da, kelib turib orqadagi zapisga ko'ra meni tuhmatchi qilyapsiz. To'g'rimi bu shariatga ko'ra? Alo. To'g'rimi shu shariatga ko'ra? Siz men savolimga to'xtalasizmi, yo'qmi?
Javob berdim savolingizga. Yo'q, siz javob bermadingiz. Siz qochyapsiz har doimgidek. Mana turib, mana qayerga qochyapman? Savolga javob berishdan qochyapsiz. Savolingizga javob Ihson Amiri degan odamni o'zini sahifasidan tamomiy faoliyatini o'qib o'rganib chiqdim. Tarjima qilib ham qo'yishdi. U odamni dunyo bo'yicha birorta ahli ilm tazkiya bermagan. Ahli ilm emas u. Shuni aytdim. Mana yana aytyapman. Qattan oldin desangiz, aytyapman. Ilmdan gapiradigan olim u. Siz tanigan olimlar tazkiyasi bir paytlar yo'q bo'lgan narsa. Kim aytdi? Fosiqlar jamoati u ham o'zi aslida. Sizdan boshqa hamma fosiq, ya'ni shunaqami? Yo'q. Alloh rozi bo'lgan islomga emas, demokratlar rozi bo'lgan islomga iymon keltirganlar fosiqdir. Sizga o'xshagan. Dunyoni o'zgartiryapsiz-ku. Qayerda yashayapsiz siz hozir? Allohning yerida. Allohning yeridaligini bilamiz. Osmonda yashamaysiz. So'ramang unda qayerda yashayotganimni. Nima muhim? Sizdan demokratiyada yashayapsiz shekilli qayerdadir yoki Galoboylandamisiz? Bu demokratiya butun yer yuzini shunaqa Galoboylar ham butun fisq bilan qadimda fisq bilan toshgan. Nima deyotganini bilyapsiz bola? Butun barchasini yoyib tashladi, erkinlik deb. Islomda shariat bo'yicha gaplashasizmi? Shariat bo'yicha gaplashasizmi? Nima demoqchisiz? Nima kasalingiz bor? Nimaga tutqanoq tutyapsiz sizda hozir? Siz savol berdingiz, savolingizga javob berdim. U odamni ahli ilm sifatida ulamolar e'tirof qilmagan, birortasi, hech kim tanimaydi u odamni. Uni ba'zi suhbatlarini eshitdim, arablar ichida hizbiylarning jamoasidagi odam. Masjidda tatavvuan imom deyapti. Tatavvuan imom degan nima degani bilasizmi? Muxolif muslim. Masjidda tatavvuan imom degani nima degani bilasizmi? U odam islom ammora degan odam, kabira degan odam. Islom nima bo'ldi bu bolaga? Sal biroz beto'g'ri shekilli. Muxolif muslim nima bo'ldi? Qovog'ini o'chirib qo'ydimi o'zini? Yo'q, yoniq. Ummatining ichida mehmon qilib qo'yadi deydi. Lekin hizbiylarning jamoasiga e'tibor qarasangiz, bu oyatga mutlaqo birortasi amal qilmaydi. Eshityapsizmi gaplaringizni? Ha, eshityapman. Gapiring, vaqt olyapti. Gapiring. Birontasi amal qilmaydi deyapsiz. U kishini o'zi bironta videosini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qaysi videosini ko'rgansiz? Hizbiylar bilan konferensiyasini ko'rdim. Xo'sh. Nima xo'sh? Ilmdan gapirgan odam kim bo'ladi? Hop, o'sha oyatni tafsirida Hizb ut-Tahrirga tushgan shu oyat deyapti. Hizb ut-Tahrirga tushgan demayapti. Ha. Allohni mana shu oyatiga javoban asos solindi bu jamoat deyapti. O'sha oyatda shunaqa dalolat bormi? O'sha oyatda shunaqa dalolat bormi? Yo'q, to'xtang. U kishini nima deganligiga to'xtaling, tafsirga kirishmaysiz. Nimaga tafsirga kirishmaymiz? Mana shu oyatga javoban o'sha oyatning tafsirida o'sha oyatga javoban Hizb ut-Tahrir degan partiya tuzish kerak degan ma'no chiqib chiqyaptimi? Jamoa bo'lish kerak degan ma'no chiqib kelyapti. Xo'p, qayerda aytgan shuni? Qaysi oyatda Hizb ut-Tahrirga shu oyat dalil deb qaysi mufassir aytgan? Hizb ut-Tahrir bu siz mana bu videoyingizda Tabariyda keltirganmisiz? Islom Mahmudni Falastinlik bir amaki bilan suhbatini jo'natishdi. Kechamas bugun. Kecha degan oyatni birodarlar, shu oyatni tafsirini ko'rsangiz, bu oyatni juda qonunchilar o'sha oyatga ko'ra Hizb ut-Tahrir labday deb jamoat tuzdi deyapti, to'g'rimi?
Siz mana shu yerda Hizbut Tahrirga tushgan shu deb aytdi deyapsiz. To'g'rimi? Qayerda aytdi bu gapni u shayx? Hizbut Tahrirga tushdi deganda ma'nosini noto'g'ri olayotgan bo'lsangiz, bu gap noto'g'ri. Yo'q, noto'g'ri aytganman desangiz to'g'ri bo'ladi. Haligi o'yin qilmang. Biz sizni yillardan beri kuzatadigan odammiz biz sizni. Yo, sizni hali odamligingiz aniq emas. Men aytyapman, agar shunaqa deb tushungan bo'lsangiz, noto'g'ri bu gapim deyapman. Mana aytyapman. Mana ayta olaman. U Hizbut Tahrir mana shu oyatga ko'ra tashkil qilindi deyapti, to'g'rimi? Shu gapga ko'nyapsizmi sizlar? Shu gap gapirdimi shuni? Shu oyatni qaytayotgan odam Falastinda biznes sohasida tijoratchilikda bir muammo bormi? Muammo bor. Qanday? Tijoratchi tijoratini qilish kerak. Dinni siyosiy masalalarga tiqib, o'zini diniy da'vatchi qilib ko'rsatmaslik kerak. Sahobalardan ham bir nechta tijoratchilar bo'lgan, payg'ambar alayhissalom ham tijorat qilgan. Shu bilan birga dinni ham bilgan ular. Tamom. Dinni bilsa gapirsa bo'ladimi? Dinni bilsa gapirsin, ha. Mana bu oyatga ko'ra Hizbut Tahrir jamoasi tuzildi deyapti. Shunga menga chiqarib bering. Mana shu oyatdan Hizbut Tahrir jamoasi tuzilganligini. Oyatga javoban deyapti. Shu oyat qayerda buyruq qilyapti? Siz Hizbut Tahrir partiyasini tuzinglar deb. Hizbut Tahrir degan bu ism, tasmiyalash, Abror Muxtor deb ism qo'yishlikdek gap bu. Siz muammoni bunday ushlamang. Hizbut Tahrir jamoatmi? Tor tushunmang. Jamoatmi? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrirgacha bu oyatga amal qilinmaganmi? Bu oyat Hizbut Tahrirgacha ham amal qilingan. Hizbut Tahrirdan keyin ham amal qilinadi. Keyin o'sha jamoat kim edi Hizbut Tahrirgacha? Yaxshilikka buyurib, ya'ni islomga da'vat etib, yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka buyuruvchi har qanday jamoat bu. Alloh taolo bu oyatiga tushadi. Yo, nimaga unda Hizbut Tahrir deb alohida Hizbut Tahrir shu oyatga labbay deb jamoat tuzdi deyapsiz bunda. Hamma bo'lsa, hamma bo'laversin. Nimaga jamoat tuzib oldinglar? Chunki jamoat rahmat. Payg'ambar alayhissalom bir hadisida al-jama'atu rahmatun degan. Wal firqatu azab degan. Hozir men boshqa narsa so'radim. Jamoat rahmat degan Payg'ambar alayhissalom. Jamoat rahmat. Roman ibn Bakkirdan rivoyat qilingan hadisni bilasizmi siz? Do'stim, men jamoat rahmatmi, la'natmi so'ramayapman. Savolni mana aylantirib. Nimaga jamoat bo'ldingiz deyapsiz? Rahmat bo'lgani uchun bo'ldik. Yo'q. Savol boshqadan eshiting. Mana bu oyatga ko'ra Hizbut Tahrir labbay deb jamoat tuzdi deyapsiz. Xo'p deyapman. Hizbgacha bu oyatga amal qilganmi odamlar desam, ha deyapsiz. Kim desam, yaxshilikka buyurgan, yomonlikdan qaytargan deyapsiz. Tamom. Xo'p, nimaga endi Hizbut Tahrir alohida jamoat tuzib olyapti? O'sha yaxshilikka buyurgan, yomonlikdan qaytargan hamma bu oyatga amal qilyapti. Alohida jamoat bo'lib nom qo'yib tashkilot qilishligini bu oyatni qayerdan chiqaryapsizlar desam, jamoat rahmat deyapsiz. Chunki oyatdan bu hizb eshityapsiz. Valtakum minkum ummatum oyatda umma so'zi qanday kelyapti? Nakra holatda kelyapti, to'g'rimi? Ya'ni umumni ifodalaydi. Ummat ichida yaxshilikka buyurib, ya'ni islomga da'vat qiladigan, yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka buyuradigan nakra holatda bo'lgandan keyin bu jamoat ko'p bo'lishi mumkin. Alloh taolo valtakum minkum al-umma demadi-yu. Siz tafsiringiz bo'yicha. Ummatun dedi. Meni tafsirim to'xtang. Sizga savol. Umma nakra, to'g'rimi? Hizbut Tahrir nakrami, ma'rufami? Yo'q, to'xta. Savolga javob bering, aylantirmang. Hizbut Tahrirning mohiyati islomga fikriy va siyosiy da'vat etuvchi uyushma.
Hizbut Tahrir nakrami ma'rifami? Hozir Hizbut Tahrir bizni hamma taniydimi yo noma'lum Bu jamoat? yerda Hizbut Tahrir deb belgilamadi Xudo. Nakira holatda zikr qildi. Hop, o'sha nakrani sizlar nimaga Ne ma'rifat ifodalaydi bu? Bitta jamoat bo'ladi, boshqasi bo'lmaydi emas. Bu Yo'q, ummatda bilyapman. islomga da'vat etuvchi, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaruvchi bir nechta islomga asoslangan Alloh taoloning mana bu oyatiga javoban bir nechta uyushmalar bo'lishi mumkin degan. Kim aytgan Abror tafsirini aytib Muxtor bering? bilgan emas. Tafsirini aytib bering, siz buni tafsirini aytib bering. Arabchani bilaman deyapsiz. Siz hozir ummani nakra deyapsiz. Umma nakra bo'lgandan keyin siz ham, men ham, sizni eshitib turgan, bizni eshitib turgan hamma umumiy ma'noda amr ma'ruf nahiy munkar qilaveradi. Mana shu oyatga ijobat bo'laveradi. Bu yerda ikki xil ma'nosi bor, o'zi hali tafsiri o'ziga kirganim yo'q. U nakra bo'lganligi uchun alohida bitta nom qo'yib jamoat qurishlik oyatga ko'ra zid. Oyatga ko'ra bid'at hisoblanadi. Nimaga? Chunki oyat nakra keltiryapti. Nakrani siz ma'rifa qilib olyapsiz. Hizbut Tahrir mana shu oyatga ko'ra jamoat deyapti. Siz fiqhda ham shunaqa chalkashib ketasiz-da, ko'ryapsizmi? Hizbut Tahrir mohiyati jamoat. Jamoat. Hizbut Tahrir diniy jamoat emas, bilasizmi? Diniy jamoat. Siyosiy jamoat. Siz so'rang qizlardan. Siz hali yoshroq ekansiz. Islomda siyosiy jihatini ko'tarib chiqadi. Sizlar hali iymon keltirmagan diniy jihati jamoat bor. emasmiz deydi, biz deydi. Yo'q. Siyosiy jamoat. Islomiy siyosiy jamoat. Qo'ysizchi. Qo'ydim bu sizni. Hozircha bir taroqsiz. Endi keyingisiga o'ting. Xo'p. Hizbut Tahrir shu kungacha To'xtang. bo'lmagan. Qayerga Hizbut Tahrir masalasi ikkinchi fiqhiy masala bu. Siz ismingiz Abror, a? To'g'rimi? Hop, Abror. Aha. Qur'onda kelganmi Abror deb? Kelgan. Ism. Ism kelgan. Xo'p, mana bu yerda Jahongir turibdi. Ismi kelganmi shu Jahongirda? Yo'q, kelmagan. Islomjon turibdi pastda. Ismi kelganmi? Kelmagan. Nima demoqchisiz? Mantiqan Bid'at ekanda bularmi? qatta Nima aytgan. deydi haligi? Ism Qur'onda kelmasa qo'ysa bid'at deb qatta gapirgan. Shuni aytyapman-da men ham. Hali bitta jamoatni Qur'onda kelmagan ism bo'lsa, ismni olsa nima yomon yeri bor? Payg'ambar alayhissalatu vassalom, Payg'ambar alayhissalatu vassalom al-jama'atu rahmatun degan. Jamoat deganda Hizbut Tahrir aytganlar rahmat deb. Yo'q, islom asosida uyushgan, islomga da'vat etuvchi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi bir uyushmani rahmat degan. Hizbut Tahrir qanaqasiga u islomga foydasi bor jamoat. Faqat zarar beryapsizlar-ku. Sizlardan islom ummatiga nima foyda keldi? Nima foyda keldi sizlardan islom ummatiga? Nima foyda keldi? Birorta foyda yo'q. Sizga atchot topshiradigan emasman. Siz haligi sendan nima foyda keldi? Topshirasiz, majbursiz, topshirasiz. Siz kimsiz? Siz fosiqsiz bitta. Oz gapirgan gaplaringizni isbotlay olmayotgan. Hozir ko'rib turibdi hamma kim gapini isbotlay olmayapti, kim gapini isbotlayapti. Bitta Galaboylar bilan bitta safdasiz. Siz Galaboylar bilan bitta safdasiz hozir menga qilgan tuhmatingizda. O'sha olim odam dunyo ulamolarining ichida yarimta ham e'tibori yo'q odam. Qanaqa dunyo ulamolari yig'ishtiring, dunyo ulamolari esa. Sizga ergashaylikmi? Sizga ergashaylikmi? Bo'shalib ketgan sigirga. Kimligingiz noma'lum. Alloh rozi bo'lgan islomga da'vat qiluvchilarga ergashing, demokratlar rozi bo'lgan islomga emas. Uni kimga ergashayotganimizni biz isbotlab qo'ydik. Nimaga uni Artashishdan anaqa kelmadi Mahmud? Biz kimga ergashayotganimizni isbotlab qo'yganmiz. Siz men bilan gaplashyapsiz, Mahmud tiqishtirmang bu yerga. Siz kimsiz? Sizni bilmaymizki. Men sizga muxolif muslimman. Siz gapingizga ishonmaymiz, tabayyun qil degan Alloh taolo hali aytdingiz-ku. Sizdan qarabisizmi? Bo'lishingiz mumkin. Uni men aytmadim, Alloh aytdi uni. Alloh aytdi. Siz avval o'qigan tuhmatingizga javob bering. O'sha oyatni degan. Siz o'sha oyatga ko'ra tabayyun qilyapmiz. Sizni bilmaymiz hozir.
inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyin qilamiz hozir. Men naba kelmadim. Men binaba kelmadim. Men Binaba kelyapsiz. Binaba kelyapsiz. Hozir bizga xabar beryapsiz ba'zi narsalarni. Gapni eshitib turing. Siz gapni eshitish bilasiz. Tanogan narsani gapiryapman. Mana bu yerda Umayra haqida gapirdingizmi, yo'qmi? Gapirdim, aytdim, Umayra haqida javob berdim. Umayra ahli ilm emas. Siz uni olim emas deyapsiz. Olimlar e'tirof qilmagan deyapsiz. Olimlarda e'tirofi bir kishini olimligini ifodalab qo'ymaydi hech qachon. Xuddi shuningdek, bir johilni olimlar olim deb e'tiroflab qo'ymagani, uni olim qilib qo'ymaganidek, bir olim odamni olimlar e'tirof qilmaganligi uni olim emasligini bildirmaydi hech qachon. Siz oddiy mantiqlardan qochmang hech qachon, tushundingizmi? Biz shariatga amal qilamiz. Sizning mantig'ingizga tupurib qo'yamiz. Shariatga ko'ra siz bu odamni olim emasligini bayon qilishingiz kerak. Mana bayon qilyapman. Ulamolar tazkiya berish kerak. Ulamolar tazkiya berish kerak. Kim o'zi ulamolar? Ulamolar ma'lum. Siz ulamolarga kim tazkiya beradi? Ulamolar tazkiya beradi. Qaysi ulamolar tazkiya beradi? Ulamolarning jamoasi bor. Ulamolar ketaverami? Ilmdan gapirgan odam ulamodir, bilib qo'ying. Ilmdan gapirgan odam ulamo. Hozir demak siz bu yerda bir tiyinga qimmat odamsiz ya'ni. Hech kimsiz. Na ilmdan gapiryapsiz, na ilmni qabul qilmayapsiz. Siz Alloh taolasini ilmdan gapiryapman. Men ilmdan gapiryapman. Aytyapmanki, shariatga ko'ra siz u odamni ulamolar e'tirof qilmagansiz deyapsiz. Mana qarang. Ulamolar bir johil odamni e'tirof qilishligi. Ulamolar e'tirof qilmagan odam. Ovozingizni o'chirib turing. Musulmon odam shariatga amal qiladi. Mana Abror Muxtor Aliyning gapiga amal qilmaydi. Mana bu bo'shalib ketgan sigirni gapiga amal qilmaydi. Sizni akangiz Atlas Shtonga amal qilmaydi. U Isom Ammora deb nomini qo'yib olib, soqolni uzun qo'yib olsa, unga amal qilmaydi. Ilmdan gapirsa amal qiladi emas. Ilmdan gapirsa sanad, tafsir ulamolari bor. Hadisdan gapirsa sanad, hadis ulamolari bor. Qur'ondan gapirsa Qur'on, sanad ulamolari bor. Bu din silsila bilan, sanad bilan kelyapti bizga. Sizga o'xshagan bo'shalib ketgan sigirlarni gapi bilan amal qilib ketganimizda dinimiz o'sha yarim yo'lda yo parokanda bo'lib ketardi. Biz ilm bilan gaplashyapmiz. Abror gapi emas. Mendan savol qildingiz. Isom Ammora haqida tabayyun qildingizmi dedingiz? Ha, tabayyun qildim. Kimligini o'zini sahifasidan oldim. O'shani olib gapirganimdan keyin tarjima qilib qo'ydi hizbiylar. Meni gapimni aynan o'zi. Falon joyda da'vat qilgan, piston joyda tatavvuan imomlar qiladi. Tatavvuan degani o'zi borib imom bo'lib oldi degani. Uni imom qilib saylashmagan ham hattoki. O'zi borib imom bo'lgan odam. Baqirib chaqirib gapirgani xolos. Uni ko'rinib turgan YouTube'dagi videolari. Endi unga javob berdim ya'ni. Men aytayotgan gapim tuhmat emas. Gapiryapman buni. Endi ayollaringga tuhmat qilgansan deyapsiz meni. Ayollaringizga tuhmat qilgan fosiqsiz deyapsiz. Endi o'sha birinchi bergan savolingizga o'zingiz muxolif ish qilyapsiz. Men tuhmat qilmayman. Tuhmat to'g'ri emas. Tuhmat o'zini onasi bilan zino qilgandan og'ir ish. Asl siz tuhmat qilyapsiz hozir. Chunki tabayyun masalasiga men amal qilishim farz bo'lganidek, tabayyun masalasiga siz ham amal qilishingiz farz. Og'zingizdan chiqayotgan gapga javob berishingiz kerak. U ayol masalasida yozilgan, zabt qilingan, tarqatilgan, montaj qilingan masalalarga javob bermaganman. Xohlagan odamga javob berganimda uzr so'rab yig'lab ketdi oldimdan bir qancha odamlar qilgan ishini xatoligiga. Mahmud nima qildi? Tuhmat qildi, yolg'on gapirdi. Hazrat rahimahullohga 100-150% isbot qilaman deb bo'xton uyushtirdi. O'tib ketgan onasi bilan zino qilgandan og'ir ish qildi. Isbotla desak, o'sha eski
xiyonat, montaj ustiga qurilgan montajlarni tarqatib, mana buni ahvoli dedi, zakaz qildi. Boshqalarga, ya'ni bu xoh mubosharatan bo'lsin, xoh vakolatan bo'lsin, xullas bu mavzuni qo'zg'ab, go'yo qochdi mavzudan. Siz ham buni gapiryapsiz. Siz Allohga iymon keltirgan odam bo'lsangiz, Haq subhanahu va taoloni oldida javob beraman gapimga deydigan iymonli odam bo'lsangiz, bu gapni dalilini keltirishingiz kerak. Tarqatilgan gap hammasi gap bo'lavermaydi. Ya'ni tarozini ikki tomondan teng qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, bu o'tdi. Bunga javob bera olmaysiz. Tavba qilsangiz, Alloh tavbangizni qabul qilsin. Qilmasangiz, o'sha hadis sharifda kelgan o'ta og'ir riboning riborog'i ish qilyapsiz. Davom eting, sizni kimligingiz ma'lum emas. Shuning uchun sizni hozircha biz sigir deb turamiz, sigir. Chunki bo'shalib ketib gapiryapsiz hozir. Gapni eshitmayapsiz. Sigir ham eshitmaydi-yu. Xo'sh desizlar ham eshitmaydi, tur desizlar ham eshitmaydi. Shuning uchun hozircha sizni sigir deb turamiz. Ko'pchilik yaxshi taniganligi uchun. Sizni sifatingizni. O'zingizni tanimaydi hech kim. Endi oyatga o'tdik. Oyatga ko'ra o'sha Islom amiri degan odam mana shu oyatga ijobat qilib Hizbut Tahrir bo'ldik deyapti. Hizbut Tahrir jamoasini tuzdik deyapti. Oyatda dalil desam nima dedingiz? Valtakum minkum ummatun dedingiz. Valtakum minkum ummatun. Ummatun al-umma mas deyapsiz. Arabchani chotki bilarkansiz. Ya'ni Sigirovskiy bilarkansiz. Bu ta'riflom kelishligi mumkin emas o'zi. Sizlardan bir jamoa bo'lsin. Jamoa bo'lsinning ikki xil tafsiri bor. Men buni aytdim. Buni Ibn Abbosdan tafsiri bor, Ikrimadan tafsiri bor. Tabari buni keltirganlar hammasini, boshqalar ham keltirgan. Bunga ko'ra Hizbut Tahrirgacha bu oyatga amal qilinmaganmi desam, qilingan deyapsiz. Nimaga desam, kim amr ma'ruf qilgan bo'lsa, kim nahiy munkar qilgan bo'lsa, o'sha mana shu oyatga tushadi dedingiz. Xo'p, unda nimaga Hizbut Tahrir qilib oldinglar? Desam, nima deyapsiz? Jamoada rahmat bor deyapsiz. Bu javob emas. Javob emas. Qadrsiz sigir. Javob emas bu. Jamoaning rahmatmi, rahmat emasligini so'ramadim. Oyatga ko'ra, valtakum minkum ummatun. Nakra bu. Kim bo'lsa ham bu tushaverishligi kerak edi. Ikkinchi tafsirga ko'ra. Birinchi tafsirga ko'ra ulamolar bu. Ummatdan murod ulamolar. Minkumni ikki xil ma'nosi bor. Tabaizi bor, bayon bor. Bayoniya bor. Xo'p. Desam, unda dedingiz nakra. Ha, nakra. Hizbut Tahrir nakrami, nakra emasmi? Qoidaga ko'ra nakrami desa, yo'q, nakra emas. Hizbut Tahrir ma'rifa jamoat. Ma'rifa degani hozir yer yuzida musulmon dindan xabar bor har qanday odamga kelib Hizbut Tahrirni taniysizmi desangiz, ha deydi. Islomga eng katta zarari bor ummat man deb o'zim da'vo qilayotgan jamoat shu deydi. Hizbut Tahrir eng katta sigir jamoat. Sizga o'xshagan. Egasi yo'q, shoqida arqoni yo'q, bo'shalib ketib, hamma yo'qni payxon qilib, birovni yerlarini shataloq otib yurgan jamoat. Siz o'shalardan bittasiz, ko'rinib turibdi. Odob, axloq, dinni qabul qilish, shariat bo'yicha madaniy suhbatlash yo'q. Kirib olyapsiz, shataloq otyapsiz. Nimaga? Kuyukkansiz. Sigirni kuyukkan degan narsasi bor. Sizlar kuyukib qolgansizlar. Sigir kuyukib qolsa shunaqa bo'ladi. Sakraydi har tomonga. Xo'p, Hizbut Tahrir ma'rifa jamoa. Nimaga ma'rifa qilib oldinglar? Nimaga nom qo'yib oldinglar? Valtakum minkum ummatun nakraydi. Nakra qolaversanglar bo'lmasmidi? Dinga da'vat qilsanglar bo'lavermasmidi? Amr ma'ruf qilsanglar, nahiy munkar qilsanglar bo'lavermasmidi? Nimaga amr ma'ruf, nahiy munkar uchun alohida ma'rifa jamoat qilib oldinglar? Vaholanki oyatda nakra kelgan edi-ku. Ha? Desam, nima deb javob beryapsiz? Ilmga amal qiladigan odam shunaqa javob beradi. Jamoatmish, rahmatmish. Uni biz ham bilamiz. Jamoat rahmat hadisi ahli sunnaga tegishli. Jamoat rahmat degani bugun yig'ib olgan shialar ham jamoat rahmatmi? Ha? Shialar jamoat.
U ham rahmatmi? Xavorijlar jamoat bo'lib davlat tuzdi. Rahmatmi ular? Islom ummatining boshiga balo yog'dirdi. Mu'tazilalar jamoat edi. Yig'ilgandan boshlab islom ummatining boshiga balo yog'dirdi. Rahmatmi ular? Agar bu hadisni xohlagandek talqin qiladigan bo'lsak, unda Hizbut Tahrirni ham rahmat deyishimiz kerakmi? Islom ummatining boshiga balo yog'dirishlikda shialar xavorijlardan 10 chandon og'ir zararlarni keltirishdi. 10 chandon og'ir zararni keltirishdi. Qanaqa rahmat? Qanaqa rahmat? Ya'ni bu rahmat, jamoat rahmat bu hadis bor. Ahli sunna val jamoa bu. Hizbut Tahrir emasligi aniq bu. Ahli sunnaga aytilgan jamoani, ya'ni tarixga aloqador bu. Mana shu oyatga tafsir aytgan ulamolarni jamoasini ko'rishimiz kerak. Aksar jamoat ummatdan murod nima? Mana bu desa, mana bu jamoat bo'ladi. Shunga ergashgan ahli sunna bo'ladi, jamoatga ergashgan bo'ladi. Bugun ko'pchilik yig'ilib olsa, jamoat bo'lib qolavermaydi u. Jamoat tarixga qaraydi. Mana shu oyatga kim ko'p ma'no aytgan, qaysi ko'p jamoat bir xil ma'no aytgan, u jamoat hisoblanadi. Og'izga kelgan gapni gapirib, Hizbut Tahrirni oqlayman deb, menga tuhmatdan boshladi suhbatini, o'zi qochib ketdi shekilli hozir. Sigirni egasi ushlab oldim deyman. Ya'ni ilmiy asosda gaplashmoqchi bo'lsangiz gaplashaylik. Oyatning ma'nosini ko'raylik, gaplashaylik. Ba'zilar aytadi, shaxsiyatga tegadi deydi. Shaxsiyat emas, bu odam yo'q. Bu odam yo'q. Kimligi ma'lum emas, bekinib kirgan odam muxolifmish. Bizga ham salom bergani yo'q. Biz musulmon emas deydi bular. Ya'ni jamoat deganda o'zlarini aytishadi. Amr ma'ruf deganda hizbga chaqirishni aytadi. Nahiy munkar deganda hizbdan chiqqanlarni nahiy munkar qiladi bular. Amr ma'ruf, nahiy munkar bularning nazdida mutlaqo mana shunaqa ahvolda. Xo'p, qochib ketdimi, nima bo'ldi u? Endi qochib ketganga o'xshaydi. Endi bu aytadi, nima deydi? Bu yerda ovozimiz yaxshi eshitilyaptimi? Sal pastroq chiqishligi zaryadkam kamayib qolibdi birodarlar, shunga rozi bo'lasizlar. Xo'p. Xullas, buni ko'ryapmiz. Bularga tuhmat qilish, bir musulmonni tabayyunga da'vat qilar ekan. Tabayyun, ya'ni Qur'ondagi tabayyunga meni da'vat qilyapti. Nimaga? Ularni basharasini ochganim uchun. Lekin o'zi tabayyunga amal qilish kerak bo'lgan paytda nima qilyapti? Yo'q, sen fosiqsan deyapti meni. U masalada men boshqa xatolarim ko'p, ayblarim ko'p, to'g'ri. Lekin u masalada fosiq emasligimni isbotlay olaman men. Inshaalloh u masala menga juda katta yutuq keltirishligini umid qilaman. Tuhmatchilar, mana shu sigirlar, bu mana bu atlasishtorlar, qolgan hammasi bilan qiyomat kunida inshaalloh Robbil alamin hisob kitobda katta ajr olaman degan umidim bor. Shuning uchun sigirni menimcha egasi bog'lab qo'ydi yoki o'zi qochib ketdi. Kelgan joyida javob bera olmasligini bilgani uchun qochib ketdi menimcha. Xo'p, bularda shunaqa tabiatda mana kiraman, gapiraman, keyin chiqib ketaman deb o'ylagan. Gapi eshitishni, shar'iy nuqtai nazardan gaplashishni iroda qilmagan. Maqsadi yo'q ularni. Hozir ovozini o'chirib qo'yib, gapni eshit deganimga qochib ketdi. Lekin zapsda qoldi. Inshaalloh Robbil alamin buni kesib o'zlariga ko'rsatamiz.